Hayratul Abror asari Alisher Navoiy hamsasining birinchi dostoni. Hamsa arabcha so'z bo'lib, beshlik degan ma'noni anglatadi. Hayratul Abror axloqiy, ta'limiy, falsafiy doston. Uning hajmi 3988 bayt bo'lib, 64 bob, 20 maqolatni o'z ichiga olgan. Maqolat shu dostonga xos bo'lib, adibning boshqa asarlarida uchramaydi. Dostonda shoir islomiy o'lchovlarni umuminsoniy qadriyatlardan kelib chiqib, olam va odam to'g'risidagi o'z mulohazalarini yuksak badiiy shaklda ifoda etgan. An-Navoiy jamiyatda kimni o'rni baland bo'lsa, unga katta mas'uliyat yuklatilishiga ham e'tibor qaratadi. Mening hukmdorim Venetsiya do'ji mag'rib bilan mashriqning bir-biriga do'stona qo'l uzatganidan dalolat sifatida sizga sovg'alar. El boshliqlariga juda ko'p narsa bog'liq. Ular o'z mas'uliyatlarini bilsalar, ado etsalar, mamlakat rivoj topadi, el farovon, dunyo obod bo'ladi. Aks holda adolat paymon bo'ladi, din va diyonatga putur yetadi. Alisher Navoiy Hayratul Abror dostonida Salotin bobida sultonlar haqida maqolatini keltiradi. Hayratul Abrorda shoir tazod, tashbih, tanosub, irsoli misol kabi she'riy san'atlardan unumli foydalangan. Tenglik, ozodlik, adolatli jamiyat borasidagi fikrlari, orzu-o'ylari jamiyatga abadiy o'git sifatida jaranglaydi. Ulug' bobomizning o'gitlari zamonlar o'tsa-da eskirmaydi. Xush kelibsiz, birodarim Alisher. Xalqning o'zi shak shubhasiz davom ettirishiga iymonim komildir. Zero qachonlardir kishilar meni o'z buyuk hamkorliklariga chorlagaylar. Shunda men o'z she'rlarim bilan labbay deb. Siz aziz kitobxonlarga ushbu Hayratul Abror dostonini o'qishingizni tavsiya qilaman. Mutolaa bilan hamnafas bo'ling.